AQSh prezidenti Donald Tramp so'nggi bayonotida G'azo kelajagi haqida optimistik fikr bildirdi. Unga ko'ra, G'azo endilikda ancha xavfsiz hududga aylanadi va yaqin yillarda qayta tiklanadigan barqaror mintaqaga aylanish kutilmoqda. Uning fikricha, Yaqin Sharqdagi barcha davlatlar ham bu jarayonda yordam beradi, chunki ular katta boylikka ega va bu ishning amalga oshishini istaydi. Ammo bu so'zlar ortida qanchalik real siyosiy asos yotadi? G'azo bugungi kunda butun dunyoning e'tibor markazida. Yillar davomidagi urushlar, vayronagarchilik, insoniy fojialar bu hududni tinchlikdan ancha uzoqlashtirgan. Elektr, suv, oziq-ovqat tanqisligi bu mintaqaning kundalik muammolariga aylangan. Shunday vaziyatda Trampning G'azo endi xavfsiz bo'ladi degan gapi ko'plab tahlilchilar tomonidan siyosiy populizm sifatida baholanmoqda. G'azoni qayta tiklash nafaqat iqtisodiy, balki diplomatik murakkabliklarga to'la masala. Mintaqadagi boy davlatlar haqiqatdan ham yordam berish imkoniyatiga ega, ammo Isroil bilan siyosiy kelishuvlarsiz, Falastin rahbariyati bilan murosa qilinmasdan bu rejalar faqat bayonot darajasida qoladi. Trampning bayonoti optimistik, ammo real emas. G'azo kelajagi uchun faqat boy davlatlarning yordami emas, adolatli tinchlik bitimi, inson huquqlariga hurmat va xalqaro bosim zarur. Tinchlik faqat qayta tiklash loyihasi bilan emas, balki yillar davomida to'plangan adolatsizlikka siyosiy yechim topish orqali erishiladi.